bitta tenimiz qarshiligi 70 ohm. Hozir chapdagisi, endi o'ngdagisini ko'tarib ko'ramiz. O'ng tomondagisi ko'tarildi. 67 ohm ko'rsatyapti. 3 ohm farqi bilan. Bizda tenimiz yangilandi. Mana bu yerda o'zini eski teni. Bu eskisi. Ko'rsatmayapti, kuygan. Bu tomonga toza. Bu tomonga esa 28 ohm ko'rsatyapti mana. Korpusga. Ya'ni egasi tok uryapti, ham ishlamayapti deb shikoyat qilgandi. Tepa tomoni kuygan. Mana bu tomoni uzilib, korpusga berib qo'ygan. Shu sababli o'zini qo'yganda nafaqat suvostichlarga, aristonga, kir mashinalarga, hattoki bunday korpus metalldan bo'lgan duxovkalarga va elektr choynaklarga ham borgan liniyalarga albatta o'zi yoki defavtomatdan foydalanish shart. Tok urishini oldini olish va elektr energiyaning ortiqcha yerga isrof bo'lishini oldini olish uchun. Va albatta rozetkalarda imkon qadar yerlashtirish, ya'ni zazimlini qilish kerak. Tok urish holatlari yuzaga kelmasligi uchun.